Duq konturli kotyolni yetishni boshladik. Bu kotyolni rasxodi aniq bo'ldi. Sutkasiga 30 kuba gaz rasxod qildi. Qishi sovuq kunida sutkasiga 30 kuba gaz rasxod qildi. Mana shu счетчикlarni tekshirdik. Endi buni yechib turib, hozir duq konturli kotyolni yechib turib, o'rniga diplomat oltiga 4 kotyolimizni qo'yamiz. Ichimizdan ishlangan. U bilan buni solishtirib ko'ramiz. Qani u sutkasiga qancha gaz yeydi? Mana 6 ga 4 kotyolimizni ham qo'yib oldik, misdan ishlangan. Duq konturli kotyolimizni o'rniga, xudo xolasa buni ham hisoblab, necha kuba gaz yeyotganini sizlarga ulashaman. Hozirda mana yonidagi kotyol turibdi, topli polga 3 pochka topli polga qo'yilgan gibrid kotyolimiz bo'ladi. Mana zakritniy sistemaga podvol birinchi etaj, ikkinchi etajga uchta kontur berilgan. Mana shu kotyolimiz bir kunga 27 kuba gaz rasxod qilyapti. Bu degani kuniga 10800 so'm gaz rasxod qilyapti. Topli pol faqat kerakli xonalarga qilingan. Shuni ham hisobga olishimiz kerak, chunki 3 ta pochka 600 metr shlanka ishlatilgan. Endi xudo xolasa adli konturni diplomat 6 ga 4 kotyolimiz qancha rasxod qiladi kuniga, shuni hisoblab ko'ramiz.